Ijaraga olingan murabbaha bo'yicha olingan mulkni sug'urta qilganda Islom sug'urta tizimi takofuldan foydalanish shartmi? Takoful qanday ishlaydi? Agar jarima qo'llash mumkin bo'lsa, unda buning asosi nima? Biz bilamizki, hozirgi kunda islom moliya muassasalaridagi ya'ni ko'p nizolarga, ko'p savollarga sabab bo'layotgan nuqtalar ham aynan shunda. Ya'ni jarima mavzusi. Shariatda o'zi sotilgan, ya'ni murabbahaga sotilgandan keyin biz bilamizki, biror bir narsa murabbahaga sotilsa yoki ijaraga berilsa, u vaqtida to'lanmaganligi uchun, mijoz vaqtida to'lovni qilmaganligi uchun undan jarima undirish shar'an mumkin emas. Bu narsaga demak shariat ruxsat bermaydi. Lekin hozirgi kunda islom banklari, islom moliya muassasalari kechiktirilgan to'lovga jarima olishadi. Nima uchun? Chunki bu narsaga juda ham ko'p shu sohani ulamolari, ahli ilmlari bu narsaga istisno tariqasida ruxsat berishgan. Nimaga desangiz, ba'zi mijozlar bu narsani suiiste'mol qilganligi uchun. Faraz qiling, agar shartnomada, murabbaha shartnomasida hech qanaqa jarima bo'lmasa, mijoz u narsani to'lamasa ham hech qanaqa jarima yo'q. Albatta ko'p mijozlar bu narsani suiiste'mol qiladi va vaqtida to'lov qilmaydi. Agar shu mijoz o'zi boshqa an'anaviy bankdan kredit olgan bo'lsa va u kreditini, ya'ni qarzini vaqtida to'lamasa, unga har bitta to'lamagan kuni uchun, vaqti muayyan vaqti uchun qo'shimcha foizlar, qo'shimcha to'lovlar demak yoziladi. Va shundan qochish uchun ham ko'pincha mijozlar an'anaviy banklarga o'z vaqtida to'lovni qiladi. Lekin islom banklariga kelganda u narsa amalga oshirilmaydi. Nimaga? Chunki aytdik, hech qanaqa jarima bo'lmaganligi uchun. Bu narsani inobatga olib turib, ahli ilmlar ko'p shu soha ulamolari demak bu narsaga ruxsat berishgan. Lekin bu yerda juda ham muhim bo'lgan narsa, bu olingan jarimalardan tushgan to'lovlar bu muassasani foydasiga qo'shilmasligi kerak. Ko'pincha bu to'lovlar olinadi, alohida fond qilinadi, bu fondga tushadi, bu xayriya fondi hisoblanadi va tushgan jarimalar shu xayriya fondidan demak xayriya qilinadi. Ya'ni o'sha islomda, shariatda ko'rsatilgan yo'nalishlarga, to'g'ri yo'llarga demak xayriya qilinishi mumkin. Undan tashqari, agar islom moliya muassasasi bu mijozni sudga bergan bo'lsa, sudda qandaydir to'lovlar bo'lgan bo'lsa, bu muassasaga qo'shimcha, ya'ni xarajatlar bo'lgan bo'lsa, o'sha olinadigan jarimadan bu xarajatlarni yopishga demak bu narsaga ruxsat berilgan. Lekin o'zini foydasiga qo'shimcha haq qilib olish demak ruxsat berilmagan. Yana juda ham muhim masalalardan biri shundan iboratki, jarima olishdan oldin qarzdorning ahvoliga ham qarash tavsiya qilinadi. Agar bu mijoz haqiqatda bu narsani suiiste'mol qilmayotgan bo'lsa va pulini o'z vaqtida to'lashga qiynalayotgan bo'lsa, aytaylik, iqtisodiy qandaydir ahvol bo'lib qoldi, pandemiya bo'lib qoldi, mahsulotlar vaqtida yetib kelmadi, mijozni qo'lida bo'lmagan force majeure holatlar bo'lib qolsa, unda ya'ni islom moliyasida shu narsa buyuriladiki, u odamga muhlat berish, ya'ni jarima ham tortilmaslik, u narsaga ya'ni qo'shimcha halidagi og'irlik qilmasdan turib, u mijozga demak qo'shimcha muddat berish tavsiya qilinadi. Lekin agar u mijoz puli bo'lib turib, u narsani suiiste'mol qilib bermayotgan bo'lsa, ana unday holatlarda siz uni jazoga tortishingiz mumkin deb ruxsat berilgan.